Nega xitoyliklar yozda ham iliq suv ichishadi? Bu qadimiy odat bekor emas. Xitoyda odamlar yilning barcha faslida issiq yoki iliq suv ichishni afzal bilishadi. Bu an'ana faqat odat emas, balki sog'liq va uzoq umr siri hisoblanadi. Nega iliq suv foydali? Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatadiki, iliq choy tanadagi terlash jarayonini tezlashtiradi. Ter bug'langanda organizm o'z issiqligini yo'qotadi va sovishga yordam beradi. Shu bois choy tabiiy sovutish mexanizmini faollashtiradi. Metabolizmni tezlashtiradi, hazmni yaxshilaydi, toksinlar va zararli moddalarni chiqarishga yordam beradi. Immunitetni mustahkamlaydi, nafas tizimiga foyda beradi. Iliq suv nafas yo'llarini ochadi, balg'amni yengillashtiradi, qon aylanishini yaxshilaydi, miyaga ko'proq kislorod boradi. Qanday ichish kerak? Kunni 40-60 gradus iliq suv bilan boshlang. 19:00 dan keyin suv ichishni to'xtating. Suvning asosiy qismini kunning birinchi yarmida iching. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling. Qo'lingizdagi smartfon yashirin mikroblar uyasi. Siz uni har kuni qo'lingizga olasiz, og'zingizga yaqinlashtirasiz, ko'zingizga tutasiz, ammo o'ylab ko'rganmisiz? Telefoningiz sirtida hojatxonadagi bakteriyalardan ham ko'proq mikroblar borligini. Tadqiqotlarga ko'ra, o'rtacha smartfon sirtida 10 mingdan ortiq bakteriya bo'ladi. Telefoningizni kamida haftada 2 marta antiseptik salfetka bilan arting. Telefoningizni ovqatlanayotganda yoki hojatxonada ishlatmang. Telefonni boshqa odamlar bilan tez-tez almashmang. Toza qo'llar dasturiga amal qilganlar sog'lom hayot yo'lida. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.